Yuan Shao bilan Cao Cao o'rtasidagi Guandu jangida Zhang Hemu asli Yuan Shaoning botir sanog'ullarining birisi. Bu keyin Cao Cao tarafga yutib ketgan. Endi bu yerdagi Yuan Shaoning botir sanog'ullari tilga ilinsa, birinchi o'p isimiz keladigan nima? Yanliang Wenchu, ya'ni Baymat Gumasirda Guayu bilan qalsinagan. Endi bu yerdagi Yanliang Wenchularning Youyong Wu Mo, ya'ni botirlikmi, alamdi ba. Lekin mal tadbir yo'q, kal ishlamaydigan disil deydi. Endi bu yerda Jangxi alamdan ba, qalamdan ba lashkariy tadbirga noit boy, yaramliq bir sarkarda. Aynili bu yerdagi Yuan Shao bilan Cao Cao o'rtasidagi Guandu jangida Cao Caoning Wuchao atrofiga hujum qilmoqchi bo'lgan vaqtning o'zida Jangxi darhol Yuan Shaoga bir bilak qo'shinni ajratib Wuchaoni qo'g'dashni, bu yerda Cao Caoga qaytarib zarba berishni, bo'lmasa biz Wuchaoni qo'ldan berib qo'ysak, bizning butun ochlig'imiz sep təminatımız üzüldü, biz muqarrar məğlub bulmayız deb o'tirib qo'ydi. Biroq Yuan Shaoning qo'llasidagi mushavir Gotu aksicha bu yerga Wuchao bizning hujum qilishimizning hojati yo'q. Biz butun qo'shin bilan birlikda Guanduga atlantirib Cao Caoning bargohiga hujum qildi. Cao Cao o'z bargohiga hujum qilganligini bilgan aman chuqum qo'shinni kayni qaytirib bizdan jang qilish qoldiraydi. Shuning bilan bu yerga Wuchao o'zligidan hujumdan saqlanib qoldi deb o'tirib qo'ydi. Bu yerga Yuan Shao turib ketib, bu yerga Gotu'ningki tadbirni to'g'ri deb biladi. Jangxining gapiga qo'shilmaydi. Shuning bilan butun qo'shinni birlikda Guanduga atlantirdi. Jangxi qayta deb ketdi. Bu yerga Wuchao nait muhim Guandu degan Cao Caoning o'zining zimini. Bu yerning tog' daryosi, jug'rafiyalik o'rni hammasi bashqo'ldek ayon. Strategik o'rinning hammasini shular egallab bo'ldi. Bo'ktirib qo'ygan yerga qo'yib bo'ldi. Biz hargiz Guanduni ololmaymiz. Navod Guandun og'il bo'lgan bo'lsa, men bu vaqt ep buldim oldi burun. Necha qatim hujum qilib ololmadim. Ba'zir basak biz ololmaymiz. Biroq Wuchao nait muhim Cao Cao bir hujum bilan evalsa, biz chuqum tugishimiz deb qayta deydi. Biroq Yuan Shao Jangxining fikriga qo'shilmaydi. Aksicha Gotuning fikri bilan butun qo'shinni elib, yerga Wuchaoni tashib etib, Guanduga hujum qildi. Oqibat qanday bo'ldi? Wuchao qo'ldan ketdi. Yuan Shaoning qo'shini, ya'ni Sauronning bo'ktirmasiga uchrab, Guanduda qattiq mag'lub bo'ldi. Shuning bilan olg'im ilgirlayolmadi, chekinish yo'lim uzildi, ochliqni qo'ldan berib qo'ydi. Yuan Shao to'liq vayron bo'ldi. Endi shu vaqtning o'zida Gotu chiqib, ya'ni Yuan Shaoga deydi: "Voy, bu jangda yengish bo'lib turdi." Biroq bu yerda Jangxi o'zining gapini rost qilib, "Sizni kalva" dedi. Shunga u jangni yaxshi qilmadi, yenib berib Wuchaoning qo'g'dimidi. Shuning uchun Jangxi baş günahkar. Şundan Jangxi emdik tığıçının yüzüge qartılganligini, bu kalva pasibandan ayrılmış bo'lmaydiganligini bilib, darhol Cao Caoga bayat qilib bardi. Cao Cao Jangxining nomini burulla anglagan, buning ham tadbirlik ham botir ekanligini bilgachga, buni yolg'on alvoganmiki deydi. Biroq bu yer kuchi yo'q, boshda alvop bo'lgan emasmi? Bu chiqib Cao Caoga deydi: "Hargiz Jangxi yolg'onda alvomadi. Jangxining alvog'ini chuqum rasman kallam bilan kapolatlik qilmang. Siz o'zlari chiqib bu Jangxini qarshi aslar" deydi. Shundan Cao Cao bu gapni anglablar, darhol kashinim kelmay chiqib Jangxini qarshi oldi. Nayt dag'dug'liq kutib oldi. Shundaq dabdabilik gaplarni qilib Jangxini kayning qo'shib intayin qoyil qilib. Bu aynili Xanshim Liu Bangga erishgandagli ish bo'ldi deb maqtab ketdi. Endi bu yerda Zhang Jangxi Cao Caoning qanchalik muhim botir sanog'ini ekanligini bilamizlar. Endi bu Jangxiningmi umri uzun kelgan. Hatto bu Qin Sima Yi bilan birlikda jang qilgan. Undaqda bu yerda Jangxi o'lib ketgandan keyin Sima Yi yana qanday jang qildi, Zhuguliang bilan qanday tutishdi. Unda bo'lsa endi Sima Yi to'g'risidagi eng qaltis, eng cho'ng, eng mazmunni aytlik sizlarga sunaman. Yoqtirgan do'stlar, guanju qilishni unutib qolmanglar. Rahmat.